Akalar, ushbu videoni Porsche'larga jo'natib qo'yamiz. Mana qaranglar. Porsche GT3 RS. Shu qator polni Porsche ekan, qani? Buni rangini qaranglar, buni qaranglar. Qaysi biri yoqdi sizlarga? Mo' lekin yorib tashlabdi akalar. 168. Dunyo bo'yicha 168 don ishlab chiqarilgan. Salonni ichini qaranglar. Bu poyga uchun maxsus sportivniy mashina ekan. Eng qizig'i bu Porsche'larni qaranglar, spoilerlari juda ham ulkan bo'ladi. Bu spoilerlar bilsanglar shamolga qarshi o'zi harakatlanadi avtomatik, mana qaranglar. Qo'lni karbondan qilingan. Lekin bu boshqacha deyman, bu yoradi. 0 dan 100 gacha 2 soniyada chiqadi. Sportivniy mashina ko'rishingiz mumkin. Endi bu yoqda qaranglar. Qanaqa mashina turibdi akalar. Salonni qaranglar. Lekin yorib yoribdi. Xullas, menga mashinalar hammasi yoqdi. Eng qizig'i, sizlar qaysi mashinani tanladinglar? Kommentariyada yozib o'tib ketinglar va menga obuna bo'lishni unutmanglar. Sababi kelgusida bundan ham qiziq videolar qo'yamiz.